Assalomu alaykum do'stlar, siz Dilso'z Bobozonov kanalida siz videoni boshlashimdan oldin kanalimga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Короче, do'stlar, bugungi videomizdan maqsad kim ko'proq tanga yig'ish. Men bu kelganda utdim. Hali mana sanani ham ko'rsatib o'taman. Mana sana 24-avgust. 24-avgust kuni 23-avgust kuni keldi. Men esa bugun bu bunaqa hozir men bot bilan o'yin bosaman. Va 200 tanga beradi. 228 tanga beradi reklama bilan. Hozir men do'stlar pauza bosib turaman, oxirida ochaman. Do'stlar shunaqa tanga yig'dim. 2 ta o'yin bosib yig'dim bu tangalarni. Orban ketdi. Bu eng arzon va legendarniy pakdan eng arzon nima deydilar? Legendarniy pakdan eng arzon karta. Bu vara talab bo'lsa, tak buni olamiz, tanga yig'ish menga emas ekan. Stiker shu üzerinde tuz koyarsa oradan yüzünü görmekten kerak değil. Bunu istiyorum. Hozir full bo'ladi yo Holland yo Vitinha. Qanday? Hollandga berdi. Holland 100 talik 86 bo'ladi, lekin full bo'lmaydi. Yo'q, 85 lekin full emas. Yaxshi 95 lekin full emas. Oy Holland. Vay darmayı kim? Şunu alıp satıp göremiz. Fitness'e eğer tezliki Holland'daki 100 olsa 100 kalik yaxşı deb o'ylayman. 99 satam ismi. Oy Lewandowski'ye bermoqda, tezlikka bermadi shunda ham. 88 Lewandowski. Do'stlar, az klanim var. Klanim umlem oldu. Men esa bu yerdaman. Hozircha onlayn onlaynim yetmiyor. Hech bo'lmasa bir qasqon qilib qo'yaman onlaynimni diyorlar. 80 dan turishim kerak, 90 mi? Shunaqa qilib qo'yishim kerak. Hozircha 71 daman. Bu 3-o'ringa o'tadi. Qani bosib ko'ramiz. O'yinimni ham ko'rib qolasizlar. Bismillah. Men bu yerda hozir bosdim. Do'stlar, hozir This has gone for 3-5-2 and the players are well placed to win the midfield battle. Well, let's get going with today's game. This is Haaland. Oy bilet. Oy. Bu hata qildi meni. Meni hata qilgandim. Xatoni qildilar. Oy billahi xato. Nega xato qilyapman men o'zim? This is Haaland. Pulls the trigger. Halicha comeback ko'ramiz. Do'stlar, halicha comeback. Can anyone get on the end of this one? This is Courtois with the save. He's headed the ball forward. Kerak edi bizga. Qarabchi, post kordi esa ko'ramiz. Kordi. Davay. Voy, okey. Billasini bosib chiqadilar-da bular. Hozir ikkinchi taktikamni qo'yib ko'raman. Utsam utganim ko'ramiz. Endi bor Allohdan. Plaslama ikki taktikam bor. He's moving fast with the ball. He's shaping to shoot. Denied by the post.
Seni Abdushi do'stlar. And he wants to O'zi xato qildi. The replay will give us a closer look. Lothar Matthäus. He steps up to steal the ball. Won the ball. Some all-round sloppy passing today from this team. Some really fluid passing on display. Yani. Players using his pace. Oo. Kadının şu taktikten çok okşaydı diyorlar. Lothar Matthäus. Bad mistake from this player. Yok, Vini judayam to'pni olib qo'yadi. Ha, Vinini tushirgani. Va uni ham qo'yib yuborishim mumkin. Videoni xohlasangizlar. Gapcha sanab qoldim diyorlar. That sort of finish took him Bo'lsa qanday kechirasizlar? and grab more goals. He's won it back for his team. And there's a half-time whistle. A great display. Rotizga javob qaytaraman. Instagramniki moz. It doesn't slow things down. Goals are plenty in the first half. How will the second half pan out? And this really takes the pressure off the defence. Xato qilishim mumkin edi. Bu menimcha akaunt qo'ygan yoki yo'q, sotib olgan deb o'ylayapman. Tuganlar. Trezeguet on the ball. Sotib olmasa bunaqa o'ynash nima deydilar? Football today. Ana Goalkeeper yaxshi. chance with that volley. What a strike. Sotib olmasa bunaqa Lothar Matthäus. Voy be, chiqmasa edi. 2 goals today from this exciting player. Quloqi. Unikini hishim qaytarib bermaydi menimcha. Here's Trezeguet. Faqat shu taktikada ko'ramiz. O'ziga uzr qo'ydi. Men urganim yo'q. Ana, Saliba o'ziga uzr urdi. Qaranglar. Real howler. Let's hope the player can pick himself up. To'rtta uch chiroylicha comeback. Ana, Salibani o'zi urdi. Men urganim yo'q. Ko'ryapsan, menga tashlab bermoqda. Mana fintim bor-u. Shu qilmoqda. Baribir mana David Trezeguet. deb o'ylayapman. O'zim ham uni o'zim o'ylab topganim yo'q. Qachon o'ylayapman? Maslab bilan nima deydilar? O'rganganman u bu yoqqa berishni. Voy bile, Salibasi yomon tushundida shular. Oh, well intercepted. Birini sotib oldim diyorlar. He's darting forward. Xudo xohlasa fu qilaman. 5-3 diyorlar, comeback chiroylicha Brunodan o'tib turib 5-3 ga Double comeback qildi. substitution today. The manager can relax now. This is exactly what he wanted to see. Erling Haaland. Adabiy so'rashga qiyin yotibman-da, shuning uchun ham ahamiyat bermishlar. Meni taniganlar taniydi, Xorazmdanman. Rodri. Çık. Çıkamasan. Salgina tez kerak bile. Rodri'ni tushirganman, qo'yib u videodan do'stlar. Hozir pagim bor. Ikkita pagim bor. Birisini narsadan nima deydilar? Uni ut qo'yibman. Ikkisi ham ut qo'yibman. Ikkalasini ham utyapman. Alda vurmoqchi edim, bo'lmadi. See that one go wide. Do'stlar, kommentariyga yozib ketinglar. Ana bo'lsani, borada nima qilsang joyida turadi. U borada joyida turdi-da, bile. Shunga hayron qoldim. Yo, hozir sizga kirib boraman. Yo'mayo, bu yerga kirib ketdi-da. Hozir olsa xavotir olmanglar. Bizga kiryapman.
Bo'lsa YouTube kanalimga albatta obuna bo'lib qo'yinglar mana. Bitta bor. Shuni ham screenshot olib qo'y. Kerak bo'ladi. Redmi telefoningiz desa yo'q, Redmi emas, Infinix Smart 6. Shunaqa funksiya bo'ladi-yu Redmi'lardan o'zida ham. Olib qo'yma. Hozir yes, yana bir marta. Hamma kelganda o'tib kelyapman. Yana bir marta onlayn bosaman. Draft kelganda draft ochmadim. Ya'ni draft ochsam tangam ketadi. Olmasim ketadi. O'zim tik olmasini opulaman. 55 olmas beradigan bo'lib turaman. Real Madrid ya'ni Sabazlayev 88 futbol moqda. He'll be disappointed with that tackle. He's normally so reliable. Alisson, fantastic stop. That's great determination. That was a bad pass. Abone olup koyun iltimas. Will he go for glory? Alırsak What a way to start the match. He was quick on the mark and has opened the scoring. Mbappe. Passed into the box. Foden. Declan Rice. Mbappe. Yatayım onu. Mo Salah. Hakimi tackle. Ya blad, kaçça benim oktamı buna kılganım bu. Oh, dispossessed there. Dostlar video çözülüp gitti. Kışın akım idi. Throw in here. Ay blad gidiyor. Blad. Şurma. Kiben. Örneğin üstüden kilmen yazılı hal. Ayağını, devamını komentarya yazıp giderse. Ulaşsangiz Telegram kanalımı sıkıca koyma. Telegram kanalımca bağlansangiz 15 bin songa sizin pozası veremem. 15 bin songa 15. Başka yerlerde 20 bin son. 50 bin son var. 100 bin var. 100 bin songa kutular kurşan komedi. Kutular yemezse kurşan komedi. He's through on goal, but can he finish it? Yok, kışın akım idi. Ama geçerek oynamak gerekmiş yerler. Oh huy. Odam kilitli. Buraya otur. Dostlar, hazır nima qilishni bu oyunu bosib chiqsam ekan. Tushunamiz? Qani ahvolingni yozib qo'yaylik. Bilen komik kılıçlar yere kıyamır abi. He's got the ball at his feet. Costa. Atletico Arsenal. Both teams are up for this game. We can expect more goals. Bu arada çıkarmasına dibli. Are we going to see any late goals? Pablo Maffeo.